Ey Parvardigor, men mo'jizalar ham, saroblar ham so'ramayman. Men har bir kun uchun kuch so'rayman. Menga kichik qadamlar bilan yuksak cho'qqilarni zabt etishni o'rgat. Kunlar shovqini ichida ko'ra bilishni, his qilishni, to'xtay bilishni o'rgat. Toki ruhimni qo'zg'atgan, menga saboq bergan onlarni o'tkazib yubormay. Hayotim vaqtini to'g'ri sarflashni o'rgat. Menga nozik his bergin, toki asosiy masalani ikkinchi darajali masaladan farqlay olay. Meni me'yor va o'zini tiyish kuchiga ega qilginki, maqsadimdan og'ishmay, hayot so'qmoqlarida sirg'almay, kunlarimni aql bilan rejalashtirib, ufqlar va cho'qqilarni ko'ra olay va hech bo'lmasa ba'zan go'zallik va san'atdan bahra olishga vaqt topay. Menga orzular najot emasligini anglat. Na o'tmish orzulari, na kelajak hayollari. Meni aynan hozir va shu yerda bo'lishni va bu lahzani eng muhim lahza sifatida qabul qilishni o'rgat. Meni soddalarcha, go'yoki hayot doim oson bo'lish kerak degan o'yga borib qolishdan asra. Meni idrokimni och, tushunchamni rostla, toki qiyinchiliklar, mag'lubiyatlar, yiqilishlar va omadsizliklar hayotning bir qismi ekanligi va aynan ular orqali biz o'sib yetilishimizni anglay. Menga aql va yurak ko'pincha bir-biri bilan bahs qilishni tez-tez eslat. Menga kerakli paytda haqiqatni mehr bilan aytishga jasorat topa oladigan insonni yo'llat. Bilaman, ba'zida ko'p muammolar ularni o'z holiga qo'yib xotirjam bo'lgandagina hal bo'ladi. Shuning uchun menga chiroyli sabrni o'rgat. Do'stlikka qanchalik muhtoj ekanimizni bilasan. Meni o'zingni eng nozik va eng go'zal ne'matlaringdan biri bo'lmish do'stlikka loyiq inson qil. Menga boy tasavvur ber, toki kerakli paytda, kerakli joyda sukut yoki so'z bilan kimgadir unga eng zarur bo'lgan iliqlik va mehrni bera olay. Meni imkon qadar ko'plab insonlarni qalbiga yo'l topa oladiganlardan qil. Menga o'zim istaganimni emas, balki menga chindan ham zarur bo'lganini ber. Va menga kichik qadamlar bilan yuksak cho'qqilarni zabt etishni o'rgat.